Tushirib olsam bo'ladi aka. Shunday bo'ladi. Jing. Voy, balon yirtildi. Mana balon yirtildi. Balon yirtildi. 1 minut. Balon kirib ketdi temir. Mashina qiynalyapti lekin. Mashina просто qiynalyapti. 10 tachami, 15 tachami xodimlar bor. Narigi tomondan ham reyd bo'lib yotibdi. Mashina qaranglar, qiynalishini orqa balon yurmayapti. Ayrim haydovchilar evakuatorlarning narxi qimmatligi haqida murojaat qilib chiqishgan edi. Aslida narxlar qanaqa bo'lishi kerak? Avtomobilni jarima maydoniga olib borishda har bir kilometr uchun ba'zi bir hisoblash miqdorining 20% gacha, ya'ni bugungi kunda 82400 so'm bo'ladi. Har bir bosib o'tilgan kilometr uchun. Evakuatorlarning narxi jarima maydoniga olib borishda ba'zi bir hisoblash miqdorining 4 barobarida oshmasligi kerak, ya'ni bugungi kunda 1,648,000 so'mdan. Agarda avtomobilingizni ustaxonaga yoki biror bir joyga olib borish xizmati kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, ROD 24 ilovasida yordam 24 bo'limi orqali evakuator xizmatini 250 ming so'mdan boshlab chaqirsangiz bo'ladi. Yordam 24 xizmatidan 24 ga 7 foydalansangiz bo'ladi. Qolaversa bu yerdan boshqa xizmatlarni ham topishingiz mumkin. ROD 24 ilovasini esa Play Market hamda App Store'lardan yuklab olishingiz mumkin.